Assalomu alaykum do'stlar. Do'stlar, bugun demak men sizlarga qo'limdan kelganicha aboyni snimat qilishdi. Aboyni yopishgan eski aboyni qo'parishdi. Qo'ldan kelgancha ko'rsataman. Foydali bo'lsa like bosib izohlarda yozib qoldirasizlar. Yo yangi bironta boshqa men bilmagan, boshqalar bilmaydigan usullar bo'lsa kommentariyada yozib qoldirasizlar. Demak, mana aboy ko'rib turibsizlar, kililangan. Mana bir chetini qo'parishga harakat qilingan. Mana ko'rib turibsizlar, aboy kililangan, oddiy aboy. Endi kraska qiladigan aboy emas. Kraska qiladigan aboy emas. Shunisini aytmoqchiman. Flazelinovый deydi, ana shundan. Shunday bo'lsa ham mana qo'parishga harakat qilamiz. Mana qo'parilyapti va joyida qog'oz qolib ketyapti, bir qavat qog'oz. Mana bu yerlarni qo'pargan, yaxshi kililanmagan olibdi. Mana bu yerlarda ham qo'pargan, mana qog'oz qolib ketyapti. Bu yerda qo'parsak ham ketadi, bo'ldi mana bir qavat qolib ketdi. Ko'rib turibsizlar. Va dakansa qo'parilmaydi. Slabi joyi qo'pariladi, qolgani qo'parilmaydi. Endi buni qanday qo'paramiz degan savolga deyarli ustalar hammasi biladi. Qurilish bilan shug'ullanayotgan ustalar biladi. Malyarchilar hammasi biladi. Mana men qo'pardim. Demak, qanday qo'pariladi mana ko'rib turibsizlar. Qo'pardim, umuman joyida hech qanday qog'oz qolgani yo'q. Mana bular qog'oz emas, bular shpaglovka. Hech qanday qog'oz qolmadi. Bu qo'parilyapti. Demak, buni qo'parish uchun mana bizga valik kerak, oddiygina suv. Oddiygina suv kerak. Suv bilan, oddiygina suv bilan demak, mana yerlarni o'sha yurdim. Oddiy suv bilan bir yuramiz. Mana ko'rib turibsizlar. Suv bilan yuryapmiz. Bir marta yuriladi va izidan 1 minut 2 minut qoldirib, 1 minut 2 minut mana bir qator masalan shu yurib chiqasizlar. Bir qator yurib chiqasizlar. Borinki mana shu o'rtagacha, mana chegaragacha bir qator yurasizlar. Mana shuncha masofa, shuncha ob'yomda bir qator yuramiz, keyin izidan yana bir qator yuramiz. Suv yetib bormagan joylariga, tagiga kilik, yopishgan kiligiga boradi. Demak, 2 marta suvlab valik bilan yurib chiqamiz. Bo'ldi, shunday suvni qildingizmi, demak, birinchi boshlagan joydan qo'parishni boshlaymiz. Mana marhamat. Eski aboy bular, eski aboy, ancha eski aboy. Hozir yopishtirilgani yo'q. Mana qanday yopishtirsangiz xuddi shunday bo'lib, kerak bo'lsa bu butun olinadi. Mana boyagina qo'yaldim. Shu yerga valik bilan o'ralmaganmiz, qarang birdaniga bildiryapti. Suv bormagan joyi taqatak birdaniga bildiradi, to'xtab qoladi, suv yetib bormagan joy. Suvlangan joy marhamat. Ko'plar bir marta qilib turib, keyin joyiga qolgan chala qog'oz, yopishgan qog'ozni pichoq bilan, shpatl bilan qirib yotadi. 2 marta valik bilan xuddi kraskaga o'xshatib valiklab chiqamiz. Bo'ldi. Mana shunday ketaveradi. Foydali bo'lgan bo'lsa like, izohlarda savol javoblaringizni, fikrlaringizni qoldiringizlar. Suvlamasangiz 2 kun yuradigan joyda nasib bo'lsa abidgacha tugatib qo'yamiz. Sog' bo'lasizlar.